Xullas davom etamiz. 500 talik pivotlar 80 ta ekan, buni aytdim. Makro strategiya matritsasi 500 talik. Bu nima edi ekan endi bu? Menimcha yuqoridagi narsa bo'lsa kerak. Mana bu yerda kuni ham bor ekan. Xullas 25% o'sish ehtimoli 75% ekan va maksimum kutish ehtimoli 41 kun ekan. 41 kunni ichida mana shu bajarilmaydigan bo'lsa shart 25% ga o'sish. Bu mana shu 75% dan tashqi 25% ga o'tib ketib qolgan bo'ladi. Xullas tushunlaring deb o'ylayman. Короче, pastga tushamiz. Ekstremal makro tahlil. Bu endi juda ham yirik tahlil. 1600 talik. 1600 taligi bormi? Mana bu yerda bor edi. Bu chiqamikin mana. Bu tomon chiqsa, bu tomon chiqadi. Bu tomoni mana chiqar ekan. Xullas mana 1600 talik 6-fevral kuni kechki payt 5 ta ertalab 5 ta hosil bo'lgan ekan. Bu pivot, low pivot bu. Mana shu joyda. O'rtacha o'sish 250%, 250% o'sar ekan o'rtachasi. Tushishi 46, salkam 47%. Mana ishonchlilik darajasi. Shu ko'proq bizga eng ko'proq muhimi bizga bunisi. Bu o'rtachasiga qaramaslik kerak, to'g'risi. O'rtachasi ko'p yolg'on chiqadi bu ma'lumot. Lekin bu ishonchliroq nisbatan. Ya'ni mana 100 ta, misol uchun 100 ta topilsa, 75 tasi takrorlangan bo'ladi, mana shu narsasi. Xullas mana 75% ehtimol bilan o'sish kamida 54, salkam 55%. Endi keyin buni hozir qancha o'sganini sinab ko'ramiz, maksimumini. Bu yerda hosil bo'lgan va bu yergacha o'sgan. Ko'ryapsizlar, mana o'rtoqlar 32% ekan. 32%. Lekin bizda aytayaptiki, tarixda mana shunaqa pivot hosil bo'lgandan keyin 75% ehtimollikda 54%, salkam 55% o'sish kerak deyapti bizga dasturimiz. Endi bizda hozir 32% o'sibdi. Demak, bizga hali ancha bo'shliq joy bor-da bu yerda. Shuning uchun o'tgan safargi tahlillarimda ko'rgan bo'lsalaring, Bitcoin'da signalni tashladim, o'sish ehtimoli yuqori ekan Bitcoin'da deb. Shu joylardan ko'rib tashladim-da mana. Hali anchagina o'sish uchun bizga joy bor ekan. Kutish vaqti 183 kun. 183 kun atrofida bo'lar ekan. 183 kun. Qancha bo'ldi ekan? 82 kun bo'ldi. 82 kun bo'lsa hali ozgina vaqt bor ekan. Tushib chiqishi ham mumkin pastga. Endi qisqa muddatlikni biz to'g'risi aniq ayta olmaymiz, lekin to'g'risi uzoq muddatlikni ham aniq ayta olmaymiz. Lekin ehtimollikda gapirishimiz mumkin. Xullas hali Bitcoin'ni o'sishini mana shu dastur bashorat qilyapti. 75% ehtimol bilan tushish kamida 33%. Bu 78 kunda sodir bo'lar ekan. Tak, buni endi aytishim shart emas. Buni tushundilaring shekilli. Mana 25% ehtimollik 100% ga o'rtoqlar. Deyarli misol 100 ta mana shunaqa 1600 talik pivot hosil bo'lgan bo'lsa, hammasi 25% ehtimollikda 100% ehtimollikda 25% o'sgan ekan. Lekin kutish vaqti 151 kun ekan. Ajoyib ma'lumotlar. Bu to'g'risi esimdan chiqib qoldi maligi. Ancha oldin tahlil qildim-da buni. Lekin bu narsa mana bu 400 talik pivot, misol uchun 400 talik pivot. Xullas bu mana bu joydan bu joygacha deylik.
Bu 50 ta degani mana shu 400 talik pivotlar, misol low 400 talik pivot, high 400 talik pivotlar bor-ku, o'shani ichida 50 talik kichkina lokal pivotlar bo'ladi-yu. O'shani nechta kelish ehtimoli? To'g'risi hozir buni o'zim tushunmayapman unchalik qanaqa chiqdi ekan bu. 5 ta mikro pivot. Bo'ldi. Tushundim mana. Jami makro trendlar. Xullas 400 talik jami trend, chapda ham o'ngda ham 400 ta degani bu. 120 ta ekan xolos. Mana 5 ta nimada 400 talik pivotlar orasida 66 ta bunaqa lokal nima bor ekan. Lokal pivotlar, kichkina pivotlar bor ekan. 7 tasida 45 ta bor ekan. Lekin mana 110 ta shunaqa 400 talik pivotda 23 ta bor ekan. Xullas bundan qanaqa xulosa chiqarishimiz mumkin? Bizga asosan keragi mana bu joydan yuqorisi kerak. Bu joy. Chunki 14% dan bo'lishi mumkin bo'lgan hodisada. Lekin mana bu joyidan biz qanaqadir bir xulosa chiqarishimiz mumkin. Bu ham qanaqa 50 talik bunaqa kichkina pivotchalar bor. Bu misol uchun 400 talik pivot hosil bo'ldi, low yoki high. 400 talik pivot hosil bo'lgandan keyin biz sanab chiqamiz. Misol uchun 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta sanab chiqqanimizdan keyin mana shunaqa low pivotlar va high pivotlar soni 9 ta bo'lgan bo'lsa, katta ehtimol ikkinchi pivot hosil bo'lmaydi. Ya'ni mana bu high pivot hosil bo'ldi 400 talik. Bitta pivot hosil bo'ldi lokal. Ikkinchisi hosil bo'ldi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, yettinchisi xuloslar hosil bo'lib ketyapti. Kichkina lokal pivotlar. Endi shular sanaymiz. Aytaylik, 7 ta shunaqa pivot bor bizda. Kichkina pivot, lokal pivot. Bizda xulosa bor. Bu yerda mana 7 ta qaysiga kiradi? 9 dan kam. Demak 7% dan ham kam ekan. Ya'ni 7%, 6% ehtimollikda bu qaytishi mumkin deb xulosa qilishimiz mumkin. Ya'ni bizga nima beradi? Mana bu high pivot hosil bo'lgandan keyin, misol uchun sanasak 7 ta pivot bor, lokal. Biz savdoga kirmay turamiz. Qachonki 10 tadan ko'proq bo'lganda, deyarli 18 taga borib qolganda biz investitsiya g'oyamizni tatbiq qilishimiz kerak bo'ladi. Xullas shunaqa narsalar bo'ldi. Maksimum hamma qilgan tahlillarni tekshirib o'tdik. Xullas o'rtoqlar, bu Bitcoin'ni ichidagi kvant tahlili edi. Videomiz ham vaqtisiga